Xorazmda 14 yoshli tungi kapalak ushlandi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Xorazm viloyatining Urganch shahrida 7-sinf o'quvchisi tungi klubda raqqosalik qilayotgani aniqlandi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, viloyatda huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari tomonidan tungi paytda faoliyat olib boruvchi kafe, bar va restoranlarda nazorat reyd tadbirlari amalga oshirilgan. Tadbir davomida tungi klubdan birining rahbari voyaga yetmagan 7-sinf o'quvchisi bo'lgan 14 yoshli qizni tungi klubda raqqosalik bilan shug'ullanishga yo'l qo'yib kelayotgani aniqlandi. Holat yuzasidan klub rahbariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 188-moddasi voyaga yetmagan shaxsni g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilish 2-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan va berilgan tartibda tushuntirish ishlari olib borilgan. Qo'shimcha qilishicha, 14 yoshli qiz tungi klubda ijtimoiy xavfli holatda qarovsiz va nazoratsiz qolgani aniqlanib, ichki ishlar boshqarmasiga qarashli bo'lgan voyaga yetmaganlar ijtimoiy huquqni yordam ko'rsatish markaziga joylashtirilgan, deyiladi xabarda.